Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari hamda YouTube kuzatuvchilari. Mana 2026-yildagi ishlarimiz davom etyapti. Mana stanok yig'ish jarayonlarimiz birin-ketin ketma-ketligida chiqib ketyapti. Buyurtmalarimizda imkon darajasida egalariga yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Mana buni ham elektr deganiga elektr, dizel deganiga dizel qilib o'rnatib beradigan holatimiz. Mana stanogimiz. Bizda juda ishlarimiz qizg'in. Mana yana bitta ramamiz tayyorlash jarayonida turibdi. Mana bu tomonda yana stanoglarimiz bor. Ular ham o'z egalarini kutib, mana ketma-ketlikda tayyorlab borilyapti. Mana kimga elektr variant, kimga dizel variant. Mana bu stanogimiz dizelli variantdagisi. Kimga shunday stanoglar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. E'tiborlaring uchun rahmat.